Yo, men yangi qishloq topdim. Mana shu yerda tunab qolaman. Stop. Mana bu menga juda yoqdi. O'zimniki qilib olaman mana shu uyni. Kim bor ekan bu yerda? Yo, bro. Keyinchalik o'zingizlarga yaxshi boshpana topasizlar degan umiddaman. Siqilmanglar. Bunda-da zo'riga loyiqsizlar. Xayr, gaplashamiz. Xo'p, ikkinchi qavatda bor. Yo, let's go. Yotoqxonalar bor ekan. Uxlaymiz. Yo, o'sha ertalab, yaxshi ertalab tongga suvlar mazza, chiroyli manzara ko'rinar ekan mana bu yerda. Xo'p, endi normalroq bo'ldi. Xo'p, tushamiz. Go, bir qishloqda xabar olaylik-chi. Okay. Let's go. Wow, qanaqa chiroyli tabiat. Qishloq bilan inqillamay tur. Qishloq bilan undada chiroyli ko'rinyapti. Xo'p, mana bu yerda o'zimizga kerakli joyini qidira olamiz. Mana shu yerda tep-tepaga chiqsak, mana shu yerda. Okay. Tomoqda qo'lla olamiz. Qishloqlar! Qishloqlar! Oh, let's go. Bolalar, bugundan boshlab men sizlarning qirolingizman. Nima yaxshilikcha ko'nishmasmi? Normalniy bo'ldi. Stop. Ana bu yerda nimadir ko'rindi? Nima? Qanaqadir uymi? Kimni uyi bo'lishi mumkin bu? Xo'p, ko'ramiz. Okay, o'zi normalniy nubda uyga o'xshar ekan. Yo, sizlar shu yerda boshpana topdinglarmi? Kechirasizlar. Men sizni olib ketishim kerak. Bu yerda keraksiz siz menga. Okay, tushunarlimi? Eringizni tezda olib kelib beraman, yig'latmaysizlar. Go, ketdi, sen men bilan ketasan. Trevoga! Kimda-kim meni hozir qirol deb ishimni bajarmasa, mana buni ahvolga tushadi. Tushunmadim sizlarni. Chota, hech nima qilmayapsizlarmi? Xo'sh, yo! Unda men bugundan qirolman, shundaymi? Qarochi, bola, endi biz qishloqni biz boshdan quramiz. Hozircha kichkina ishlardan ham boshlarsak bo'laveradi. Uyimning to'g'risida mana bu juda xunuk turibdi. Shuni buzib tashlashni iltimos qilsam sizlardan. Normalniy. Okay, rahmat. Addushi, sizlar borsizlar, men hayotman. Qarochda uyga bor, uxlaringlar, men uyga kirishim kerak. Davay. Xo'p, ozgina uxlamasam, u juda charchashli kun bo'ldi. Mana nima kim qo'yib qo'ydi? Boya buzib tayladim. Normalniy. Hozir kech qora, nima uxlamayapti? Bolalar, sizlarning qishlog'inglar himoyalanmagan. Zombi, nimadirlar kelsa 100 talik bosib hamma joyini abjag'ini chiqarib taylaydi. Shuning uchun sizlarni tayyorlantirishim kerak. Aynan men emas, mening do'stim bor bitta. U sizlarni tayyorlantiradi. Hech kimda telefon yo'qmi? Telefon qila oling unga. Bu yoqqa kelish kerak-ku. Rahmat, Addushi. Hazırlashyapsanmi? Buni bosqichi qayerda? Qarochi, bu pultdan boshqarmayman. Unda o'zim telefonimdan telefon qilaveraman. Qonq. Okay, ol. Alo. Qisib turinglar. Alo. Qalaysan, yaxshimisan, brat? Da, yaxshi, o'zing-chi nima gaplar, yaxshimisan? Da, chut problemalar qoldi mana bu qishloqda, bu oz sekundda kelaman. Qisib tur shu yerda. Bolalar, qaysi qishloq bu? Sizlar inqillashdan boshqasini bilmaysizlar aytgancha. Xo'p, qaniydi? Chilozor ko'cha, Tolzor taydagi bitta qo'y turar, qo'yni dimi turgan tomonga kelaverasiz. Tushunarli, oson ekan u. Da, oson. Bir chut problemalar. Bir ikkita zombi kerak qoldi bu qishloqqa. Shu ozgina bir chetillar tayyorlantirishim kerak-da. Qo'limdan o'tish kerak, bilaman. Da, nimasini aytasan? Sekundda boraman. Mashinam kalti qayerda? Davay, gaplashamiz. Bolalar, qarashda men do'stim kelyapti. U oldida o'zingizlar kuzatmaylar bo'lsam, yetib taylaysizlarni. Qarashda sekundda kelib qoladi. Inqillamay turinglar. Tushunarlimi? Mana shu yerda turinglar, men uyga kira olay. Go, ketdim. Yangi televizor. Let's go. Televizor ko'ryapman. Nay. Yo, asu, bola yangilik sport o'yinlariga stavka, kazinolar va boshqa tavakkalchi o'yinlarda o'z omadingizni sinab ko'ring va boyib keting. Kommentariyadagi silka orqali Mospitda registratsiyadan o'ting va 3 million so'mgacha katta bonus oling. O'yinlar qonuniylashtirilgan. Davay bola, menga ruxsat beringlar, uyga ketishim kerak. Xotinga yangilikni ayting. Xotin, kommentariyadagi silkaga kirgandim, 3 million so'm yutib oldim. Jinoyatchi hujjatlarda aytilishicha kim qo'rqitib odam sigaret chaladi, kim mashinasiga, qishloqda hech kimning mashinasi yo'q edi-yu. Bir qaraylik, hech bo'lmasa.
Brat, qalaysan? Yaxshimisan? Ishlab charchamay, ko'rinmaysan ham bir basharangni nima qildi? Zombi bashar o'kitibsan, u zombisan. Короче, mana shu 7 ta jipriqchani to'g'irlab qo'yishimiz kerak. Tushunarlimi? Tushunarli. O'zing qalaysan? Men ham yaxshiman. Yangi mashina olsanmi? BMW yaxshi, lekin короче, ishingni boshlasang, mayli, ishingni boshla hozirdan. Men uyga kirib choy ichib turaman. Xo'p, aytgancha choyim ham yo'q-ku. No, mayli, xo'p, bir tashqarida xabar olaylik-chi. Yo'q, hali ham ishni boshlamadinglarmi? Go bir gaplashib ko'ring. Qalaysizlar bola, yaxshimisiz? Yo'q, qayoqqa o'chyapsizlar? Bitta basharadan shunchalik qo'rqadimi? Qayoqqa o'chyapsan? Yo'q, bitta basharadan shunchalik qo'rqadimi? Bashara ham lekin rostdan qo'rqilayotgan-u. Yo'q, nima bunaqa qo'rqoq yurida boramiz oldiga. Bolla, ozgina seriozlashaylik. Nima qo'shdi? What? O'ldimi? Bro, shunchalar bashara. Yo, rostdan ham asfaltmi? Qayerga ketgan bo'lsa endi ular? Yo, ana yerda bittasi bor ekan, ketdi. Oy, bro, nima gaplar? Nima qo'shdinglar? Yo, qurolmi? Bro, senga qurol o'qtaldi birinchi. Yo, nima planlashtirilganmi bu? Yo, what the fuck? Yo, bro, samolyot! Yo! Dahshat kisizlar, bolalar. Sizlar aniq bu qishloqni qutqarasizlar. Dahshat ishladinglar lekin. Hardam ishni bo'lalar, ha? Ota o'g'il. Bolalar, sizlar shuncha ishni qilib qo'ydinglar, lekin bitta ish qolib ketdi. Mana shu yerni bitta asfalt qilib yuborsanglar, sizlardan minnatdor bo'lar edim. Ular jetilarimdan. Shunaqa ishchi jetilarim bor. Men kam bo'lmayman hech kimdan. Yaxshi, lekin sen nima ishlayapsan, ishla? Yo, meni yuzimdan ham tekis bo'lib qoldi. O'sha hamma charchadim deyman. Unda hammaga uyiga javob. Men ham uyqum keldi. Go ketinglar, ha? O'lay jetilarimdan. Stop! Sizlar meni eng yaqin do'stimni o'ldirdinglar-ku. Eng yaqin do'sti o'lib qoldi. Unchalik yaqin emas edi-yu, prosta bitta telefonga. Nima bo'lsa ham farqi yo'q. Hatto ismini ham bilmasdim. Nima deb yozishni bilmadim. Hatto uylanmagandi ham. Balachaqa ko'rmay o'tib ketdi. Yo, ko'rganmi? Yo, mendan yashirib uylanganmi bu? Yoki to'yxatgami? Nima bo'lsa ham mayli. Bolalar hammasi sizlarni bo'ladi. Kallangga yoqim seni. Nima bo'lsa bo'lar. Mayli. Eng yomon kunlar shu bo'lsin. Endi nima qilaman? Bolalar, lekin BMW bizga qoldi. Let's go! Yeah, baby! Ustimdan kulyapsizlar. Eng yaqin do'stim o'lib qolganga xursand bo'lyapsizlar. Bu kunni tarixga qoldirish kerak. Bu kunni karoyishdagi do'stimni xotirasiga ataymiz. Ya'ni biz bugun nima qilamiz? Sen Yo, sen o'zing menga yarimtan deyma. Sen nima taklif berasan bugun kunga? Bolla o'ynaylar. Yaxshilar, okay, let's go. Opisant. Bu yoqqa qarang, menga fanta solingan kola beravering, iltimos. Yeah, let's go, baby. Yo, okay. Bo'ldimi, rahmat. Dushi gaplashamiz, ishingiz qilavering endi. Munchalik quturamanglar. Okay, fanta ichamiz.